Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan Shodiyaxon Abbosxonov Faberlik kompaniyasida direktor va men sizlarga anchadan beri olishga обещать qilgan videomni chiqarmoqchiman va bu Faberlik sog'liq mahsulotlari haqidagi videolar. Bu yerda ham umumiy mahsulotlar bor, ham bolalar uchun bor, ham ozdiruvchi mahsulotlardan ham ba'zi bir mahsulotlar bo'lib o'tadi. Давайте aynan yosh bolalarnikidan boshlaylik, chunki o'zimizga qaramasak ham o'sayotgan farzandlarga hamma qaraydi. Birinchi 3 yoshdan tepa bolalarga nima bersak bo'ladi salomatligi uchun? Mana shunaqa immunomishkalarimiz bor. Bu immunomishkalar farzandingizning immunitetini mustahkam ushlashga yordam beradi, rivojlanayotgan organizmga yordam beradi. Ichida vitamin C, vitamin E, sink va vitamin D3 bor. Bular bolani organizmini mustahkam bo'lishi uchun kerak bo'lgan asosiy vitaminlar bo'lgani uchun va bolalaringiz sizda hamma vitaminni ham ichgisi kelmaydi, bilasizlar, va u vaqtda bolaga qandaydir yaxshi ko'rgan narsasini berish kerak va aynan shu marmeladga ko'rinishida qizlar. Men buni o'zimga ham olib ichaman, rosa yeyman shirinlik o'rnida. Tak, mamdo qilamiz. Bu mana bunaqa qizil ayiqchalar ko'rinishida bo'ladi va bolangiz 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lsa, kuniga bitta ertalab zavtrak qilib bo'lgandan keyin bitta mana shunaqa ayiqchasini berasiz. Agar bolangiz 7 yosh va undan baland bo'lsa, ikkitadan berasiz. Ta'mlari zo'r, malina ta'mli, bolalaringiz yaxshi ko'rib, o'zi so'rab turib, o'zini organizmini o'zlari mustahkamlashni o'ylashni boshlaydi. Bu takoy bolangizni nimasiga yordam beradi? Mushaklari, suyaklari yaxshi rivojlanishiga yordam beradi, energiyasi ko'p bo'lishiga yordam beradi va kayfiyati bolangizni ancha yaxshilanadi. Bu bolaning organizmini mustahkam, immunitet mustahkam ushlab turuvchi asosiy 4 ta vitamindir. Поэтому juda ham maslahat beraman. Narxi 185 bo'ladi. Hozirgi vaqtda agar immunomishka bilan детский D3 vitamin bor yoki magniy olsangiz, u yerda 266 mingga ikkita narsa beryapti. Atak buning o'rtacha narxi 185 ming. Bolangiz 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lsa, bu 2 oyga yetadi. Agar ikkita bolangiz bo'lsa, bittadan beradigan bo'lsangiz ham 2 oyga yetadi. Agar bolangiz katta bo'lsa, 1 oylik kurs. Bolangiz yaxshi o'qish uchun ham bu vitaminlar kerak bo'ladi. Keyingi narsamiz bor. Mana bunaqa molekulyar force seriyamiz bor. E'tibor qilgan bo'lsalaring, seriyalar bular Faberlik kompaniyasi amerikanskaya ilmiy bad ishlab chiqaradigan laboratoriya bilan birgalikda ishlab chiqargan. Bu mahsulotlar juda ham kuchli va bu narsani tak multivitaminni o'rtacha narxi 200 ming bo'ladi, lekin skidkada olib qolsangiz, skidkada sizga где-то ba'zida 145 mingga ham chiqib qoladi. Поэтому внимательный bo'lishni maslahat beraman. Buni ichida 21 ta vitamin va minerallar bor. E'tiborli bo'ling. Bular vitamin minerallarni ham o'zi ikki xil usuli bor. Vitaminlarni yog'ga eriydiganlari bor, suvga eriydiganlari bor. Shuning uchun qizlar buni sostavida buni ertalab ovqatlangandan keyin bittasini berasiz va suv ichadi. Bolangiz agar 7 yoshgacha bo'lsa bittadan beramiz, 7 yoshdan katta bo'lsa ikkita beramiz. Buni ichida bolangiz o'sayotganda yaxshi shakllanishi uchun, miyasi yaxshi rivojlanishi uchun, asab tizimi yaxshi bo'lishi uchun, eslab qolishi, bolangiz 5 baholar olishi va asabiy bo'lmasdan spokойный, yaxshi nastroyenda yurish uchun kerak bo'ladigan barcha vitamin va minerallar bor. Tak, nimaga yordam beradi? Suyaklari, skelet, suyak, mushaklari yaxshi rivojlanishga yordam beradi. Ichida nimalar borligini sizga o'qib o'taman. Kalsiy, vitamin C, magniy, vitamin RRmi, ppmi qanday o'qiladi bilmayman. Sink, granat ekstrakti, vitamin E, klyukvani bir balosi. Klyukva крупноплодный degan ekstrakt, klubnikani ekstrakti, pantanoviy kislota, железо, bu temir, vitamin A, meti bor. Kstati, meti bolalaringizni ham sochlari ham yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Sochlari qalin bo'ladi, organizm kuchli bo'ladi. Agar o'zingizga ham masalan sochingiz to'kilib, sochlaringiz oqarib ketayotgan bo'lsa, met ichishni maslahat beraman. Keyin vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, ichida yod bor, foliyavoy kislota bor bolangiz yaxshi rivojlanishi uchun. Vitamin K1, yuraklari yaxshi, qon tomirlari yaxshi bo'ladi. Selen, biotin, vitamin D3, B12,
kabi vitamin va minerallar buni tarkibida bor. Va aytdim, agar bolangiz har tomonlama organizmi mustahkamlash kerak bo'lsa, to есть zo'r rivojlanishini xohlasangiz, mana bu vitamin va mineral kompleksini berasiz. Buni nima uchun berishingiz kerak? Bolangiz yaxshi rivojlanishi uchun, ham aqliy tomondan, ham fizikiy tomondan. Chunki bolangizga qaysidir vitamin yoki mineral yetishmasa, bolangiz injiq, qaysar, gapingizni eshitmaydigan, siz gapirsangiz boshqa joyga qaraydigan, xayolini yig'a olmaydigan, o'zini eplay olmaydigan, emotsiyalarini boshqara olmay qoladigan, biror nima bo'lsa jizzaki bo'lib ketadigan bo'ladi. Поэтому ham o'qishi ham past bo'ladi. Bunaqa narsalar bo'lmasligi uchun har tomonlama bolangizni qo'llab-quvvatlash uchun multivitamin mineral kompleksni beramiz. Lekin o'zimizni ham unutmasligimiz kerak mana shu joyda. Va bunaqa narsa uchun men o'zim yaxshi ko'rib ishlatgan balzam doktora Edigirani maslahat beraman sizlarga. To'g'ri qizlar, narxi sal qimmatroq kimgadir tuyulishi mumkin. Masalan, kimgadir 180 ming qimmat tuyuladi. Lekin men mana yarimidan ko'pini ichganman. Yarimini ichgan ekanman qizlar buni. Quyuqqina bo'ladi. Bir qoshiqni yarim stakan suvga, yarim stakan ozgina kichkina stakanda suvga aralashtirasiz va ichasiz. Nima beradi? Organizmni kuchini bir pasda ko'taradi. Agar sizni o'zingizda Coviddan keyin soch to'kilishi, hid bilish, oshqozoningizda muammolar bo'layotgan bo'lsa, organizmingizda muammolar, juda ham tez kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, havo o'zgaryapti, boshqa bo'layapti, oyoqlaringiz og'riyapti, tura olmayapsiz, mana shunaqa holatda sizga doim doktor Edigir balzami yordam beradi. Kasal bo'lishni kutmang. Har sezonda bitta mana shunaqa 3 oyda bitta o'zingizga olib turib ichsangiz bo'ladi. Men kasal bo'lgan vaqtimda qizlar buni qanday ichdim? Kuniga 3 martalab ichdim. Aslida bu kuniga 1 marta ichiladi, ertalab ichiladi. Chunki bu sizga butun kunga energiya beradi va siz charchoqni sezmaysiz. Ba'zi odamlar aytadi-ku, men obedga keldim, men уже charchab qoldim, kuchim qolmadi, holsizlanyapman, terlayapman, har xil muammolar bo'ladi, ishlay olmayapman, ish samaradorligim pasayib ketgan deydi-yu, bolalarimga ham qarashga kuchim yo'q deydi. O'sha vaqtda balzam doktora Edigirani iching. Organizmingiz kuchini tez ko'paytirib beradi. O'zini normasi bor, lekin men aynan kasal bo'lganimda, shamollab, qiynalib qolgan vaqtlarimda buni 2-3 talik dozasini ichaman qizlar. Ertalab ichaman, obedda kechqurun ichaman va 2 kun ichida qizlar oyoqqa turib, dalshi borib ishlarimni qilib, yana energiyaga to'lib, nastroyeniyam ko'tarilib, dalshi yashashga ketaman. Coviddan keyin hid, ta'm yo'qotganlarni ham hid bilish, ta'm bilish qobiliyatlarini yaxshi tikladi. Keyin yoshi kattalardan qayta aloqa oldim. Doktora Edigir balzamni ichganlarni. Ular nima deyishdi? Ular aytishdi, что kuchimiz qaytib keldi. O'zini ancha yosh his qilib turib, masalan, uyda o'tirib qolgan ayollar, o'ta yoshi katta ayollar, pensiyadagi ayollarga berdim. Nima deyishdi? Kuchimiz ko'paydi dedi. Ko'chaga chiqishni boshladik, odamlar bilan gaplashishni boshladik. Oyoqlar aynan gap oyoqlarda emas, oyoqlarning og'rig'i ham ancha qoldi dedi. Поэтому aptechkangizda doim mana shu bo'lsin. O'zingizning sog'lig'ingiz uchun kasalni davolagandan ko'ra qizlar, uni oldini olgan va immunitetingizni ko'targaningiz, doim xursand, nastroyeniyada bo'lganingiz yaxshi. Ichida juda ham ko'p foydali narsalari bor qizlar. Bu yerda agar o'qiydigan bo'lsak, va короче, ko'p narsada men даже o'qimayman, o'zlaring saytdan ko'rib olasizlar. Mana qaranglar sostavini. Immunitetingizni, bu doktor Edigir aslida o'zi uchun bu narsani ishlab chiqargan, keyin buni Faberlic kompaniyasi bilan yanada takomillashtirib sotuvga chiqargan. Поэтому immunitet uchun uyingizda bo'lish kerak bo'lgan zo'r narsa. Bizda ikkita uyimiz bo'lsa, ikkala uyda ham mana shu doim zapasda turadi. Keyin uyimda doim zapasda ushlaydigan narsalarimdan biri mana bunaqa imbirniy napitok. Ko'plar kasal bo'lib qolsa, shamollab qolsa, nima oladi? Nemesil oladi, boshqa shunaqa narsalarni oladi. Lekin men imbirniy napitokni olaman. Imbirniy napitok oldin boshqacha ko'rinishda chiqar edi. Hozir mana shu imbirniy napitok bunday ko'rinishda porsiyalar bilan chiqadi. Nima qilasiz? Buni to'kasiz va qaynoq suv ustidan qo'yasiz va ichasiz. Tomog'ingizni kuydirmaydi. Masalan, imbirni bilasizlar,
sotiladi alohida. Uni yesangiz og'zingizni kuydiradi. Ba'zilarda izjoga paydo qiladi. Masalan, men ikkinlashdan boshlayman. Agar imbirni tozasini yeyishni boshlasam, iqillab qolaman. Buni ichida ham imbir bor, ham asal bor, limonnik bor. Shipovnik bu itburun deydi-yu. Itburun, boshqacha nomi ham bor. Korchi itburun и kalendula bor. Bular hammasi organizmingiz kuchini ko'paytirib berish uchun ishlatiladi. Men buni har doim uyga olib borib qo'yaman. O'zim bitta ichganimcha qolgan uydagi kimdir shamollab qoladi, kimdir sovg'ab qo'yadi, kimdir shamolda qoladi, skvoznakda qoladi. O'shalar doim kimdir ichib qo'ygan bo'ladi. Просто yaxshi ko'radi, потому что kasal bo'layotganingizni sezganingizda bitta ikkitasini ichsangiz, bittasini ichib yotayotganingizda ertasi kuni ertalab yana bittasini ichsangiz kasalingizni shunday qo'l bilan olgandek yo'q bo'lib ketadi. Поэтому bu qizlar har doim uyimda bor, tugashi bilan olib qo'yaman, chunki bilasizlar, sog'liqdan katta ne'mati yo'q. Sog'lig'ingizni asrasangiz, kasallikni oldini olsangiz, ancha kuchli yurasiz. Keyin yana bir zo'r narsalardan, sog'liq ballaridan qizlar, bu kofelar bor. Sog'liq ballariga sizga beradi. Hozirgi katalogda 205 ming so'mdan chiqayapti bu kofelar. Lekin o'tgan katalogda arzonroq edi. O'sha katalogdan zakaz qilgandim, bu safar to'lab oldim. Kofe, mana bunisi qizlar, sizni agar vес tashlamoqchi bo'lsangiz, yog'laringizni, organizmdagilarni eritmoqchi bo'lsangiz, ozmoqchi bo'lsangiz, siz mana bu slim kofesini olasiz. Bu 100% qizlar naturalniy kofe. Ichib ko'rdim qizlar, ta'mi voобще shikarniy. Mana o'zim ham ichayotganim, men mana bunisini qizlar ichyapman. Tak, bu ozdiruvchi kofe. Ichida nimalar bor? Ekstrakt, jimnemani ekstrakti bor. U shirinlikka bo'lgan anaqangiz bo'ladi-yu, ehtiyojingiz bo'ladi. O'shani kamaytirib beradi. Keyin ichida trigaloza bor, u aqlli shakar deyiladi. U organizmingizga ta'sir qilmaydi, glyukozangiz o'zgarib ketadi-yu, organizmda o'shanaqa bo'lishini oldini oladi va organizmingizda окислительный stres degan narsa bor. То есть kislый bo'lib organizmingizda o'zgarishlar bo'ladi, buzilishlar va ular bitta hujayra boshqa hujayrani tortib ketadi. O'shanaqa masalan, bitta joyingizni yara qilsangiz, bitta joyingiz iringlasa, atroflari iringlab ketadi-yu, ko'payib ketadi. O'shanaqa narsalar masalan organizmingizda bo'lishini oldini oladi. O'shanaqa narsalarni kamaytiradi. Ichida inulin bor, u tabiiy prebiotik, oshqozoningiz, ichaklaringizga yaxshi ishlash uchun yordam beradi. Oz yetganda bu juda ham muhim narsa qizlar. Keyin masla MCT bor, u organizmingizda shakar normada bo'lishini yordam beradi va miya mushaklarni yaxshi ishlashga yordam beradi va yog'lar almashinuvi va organizmingizda yaxshi bo'lishiga yordam beradi bu kofe. Keyin kokosovый slivkasi bor. Kokosovый slivkilar, endi kimdir shirin slivkasi bo'lishini xohlaydi kofenda, ko'plar yaxshi ko'radi shunaqani. Bunga shakar qo'shish qizlar shart emas. Ba'zilar shakar qo'shadi, lekin ozmoqchi bo'lgan odamga shakar kerak emas. Hidi qizlar shikarniy. Bugun oldimgi odamlar kelgan edi, sizni xonangizda zo'r kofeni hidini sezyapman dedi. Qanaqa bo'ladi? Ichida 10 ta bo'ladi qizlar. Mana shunaqa stiklarda bo'ladi. Shunda agar siz даже skidka narxida a'zo bo'lgan tariqangizda 150 mingga olsangiz qizlar, 4 tasi bir oyga sizga 450 ming ketadi. Ozish uchun kofe bu. Xohlagan vaqtingizda ichishingiz mumkin buni. Aynan yaxshi kofeni yaxshi ko'radiganlar uchun, siz kofeni farqiga boradigan bo'lsangiz, siz bu super ekan deysiz. Men nima uchun o'zimga oldim qizlar? Chunki men ham kakaolarni, lattelarni yaxshi ko'raman. Mana bu variantda menga даже anaqalardan olganimdan ko'ra, kafelardan oladiganim, bilasizlar, shunaqa joylardan olsam menga 25 ming, 30 mingdan tushadi. Atak menga donasi 15 mingdan o'zimga tushyapti. Yaxshi ko'rib, maza qilib, и plus bunisi bizda ozdiradigan bo'lgan bo'lsa, bunisi bizda terimiz go'zalligi uchun kerak. Buni ichida peptid kollageni bor. Kollagenni 1 va 3 turi bor. Bu terimizni go'zal, yorqin bo'lish uchun. Qaranglar, men sizlar bilan bugun даже makiyajsizman. Hattoki tonal krem surtmaganman. Sistein bor, gialuronoviy kislota bor. Bular barchasi terimiz yorqin, go'zal, chiroyli bo'lishiga yordam beradi. Keyin teringiz o'ta qurib ketadigan bo'lsa ham bu yaxshi bo'ladi.
Kokosovay slivkalari bor ichida. Kokosovay slivka haqida sizlarga ma'lumot berdim. Trigaloza bor, aytdim bu haqida ham sizlarga. Peptid kollageni 2 va 3 tip nimaga yordam beradi? U sizni teringizni mustahkamlashga yordam beradi. Teringiz bunday yaxshi tortiladigan bo'ladi, chunki qariganda bilasizlar, bunday tortsangiz uncha joyga qaytib kelmaydigan bir xunuk bo'ladi. Ay, faqat yoshsiz, o'sha kollagenlaringiz joyida bunday qilsangiz, yana teringiz joyiga kelib, yana chiroyli, yorqin bo'ladi. Keyin teringizdagi yosh o'tgan sari bo'ladigan o'zgarishlar bo'ladi. O'shanaqalarni oldini oladi. Sistein bu aminokislota qizlar. Aminokislota haqida juda ham ko'p gapirganman oldingi videolarimda. Kremdagi aminokislotalar haqida gapirganman. E'tiborli bo'lgan bo'lsalaring, aminokislotani nafaqat krem tariqasida siz uni ichingizga ham qabul qilsangiz bo'ladi. U L-sistein tarkibida bor. U bu kofeni ichida bor qizlar. Siz nafaqat kofe, balkim siz sog'lig'ingizni, go'zalligingizni tiklaysiz. Faqat kofedan maza qilmaysiz. Ham sog'lig'ingiz ham, go'zalligingiz, teringiz, qisqasi sochlarga ham zo'r ta'sir qiladi. Keyin tirnoqlarni mustahkamlaydi, ko'ryapsizlar, tirnoqlarim uzun-uzun qanaqa bo'lib qoldi. Tirnoqlarni mustahkamlaydi, sochlaringiz yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Keyin jigaringizda detoksikatsiya qiladi. Bilasizlar, jigarimizda agar toksinlar ko'payib ketgan bo'lsa, bizni yuzimizga har xil husnbuzarlar chiqaveradi yoki-da terimiz chiroyli bo'lmay qoladi. Bu narsa jigarimiz toza bo'lishi ko'p narsaga ahamiyatga ega. Keyin окислительный stress bo'ladi. Organizmda aytganimda okisleniya bo'ladi, o'shanaqani ham bo'lishini oldini oladi. Поэтому bu nafaqat qizlar вкусный кофе. Qizlar prям qimmat kofeligi bilinadi. Men конечно ichdim qizlar, juda chiroyli ko'rinishda emas-u, mana shunaqa ko'rinishda. Men mana bunga shakar qo'shaman qizlar. Ba'zilar slivka ham qo'shar ekan. Menga endi ozish kerak emas bo'lgani uchun men shakar qo'shaman. Atak buni bemalol shakarsiz ichsangiz bo'ladi. Ta'mi prям tilingizda qolib ketadi, такой shirin, nastoящий. Bu shirinlik emas, nastoящий kofeni ta'mida. Ichida 10 ta bo'ladi. Agar sizni 70% ketgangiz bo'lsa, qizlar o'zlaringa обязательно haqiqiy toza naturalniy kofe nima ekanligini bilsalaring bo'ladi, qo'shimcha dabaqalari bilan. Faqat bugun sizlarga sog'liq haqida ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotlarim shu edi. Kuzatishda davom etinglar. Bizda hozir aksiya ketyapti. Aynan mana hozirgi katalog davridan bugungi chiqarayotgan sanam уже aksiya ketyapti. Siz ham qo'shilishingiz mumkin. Bu kompaniya qo'ygan sovg'a. Siz shaxsiy 100 balldan har katalog 5 katalog davomida har xil turli xil sog'liq mahsulotlarini olasiz va 5 katalogdan keyin o'sha kompaniya sizga aerogrillni sovg'aga beradi. Qizlar kim qatnashmoqchi bo'layotgan bo'lsa, qatnashinglar. Agar siz a'zo bo'lib turib qatnashmoqchi bo'lsangiz ham menga yozishingiz mumkin. Telefon raqamimni opisiyaniyada qoldirganman. Hammaga omadli zo'r aksiyani bajarishni tavsiya qilib qolaman va sizlarga hali ko'p qiziq videolarni chiqarib beraman sog'liq mahsulotlari haqida. Kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va yaqinlaringizga ham bu videolarimni bo'lishing.